Legenda keldi. Assalomu alaykum do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 29-iyun 2025-yil. Navbatdagi laboga mana chiroyli bo'lgan tuni kashf qilib bo'ldik. Laboni egalari kanalimizdan ko'rib Farg'ona viloyati Rishton tumanida yetib ketdilar. Laboni pollariga uloqsiz listlar qo'yilgan, ichidan taxta panellar tashlab, shuni izolatsalar ham yo'llari, mana bu joylari mana konteyner taxtalar qo'yilgan, pollari mana bunaqa og'ir yuklar kelib tushini tegadigan bo'lsa, o'zi bukilib ketaveradi. Bu narsa bukilmaydi, kuzib ketmaydi. Mana bu yerda penaplexlari. Mana bu salonga orqadan quyoshda issig'ini o'tkazmaydi. Sovuq bo'lsa sovug'ini ham o'tkazmaydi. Shuni qaqib o'rnashtirilgan. Mana bu joyiga sondiqchalar qo'yib qo'yilgan. Mana sondiqchalari har tomondan to'sadi. Akkumulyatorni ham to'sib turadi. Alohida ham sotilaveradi. Hop. Tagiga rezinkasi bor, tepasiga bagajchalari bor, o'zini rangida tushadigan. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i. Svetofor yaqinida 1 soat ichida o'rnatib beramiz. Ishlaringiz yoqsa kuzating, like bosib do'stlar, yaqinlarga jo'natib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.